kelinlarni nikoh tadbirlaridan oldin parikmaxer deymiz, sartaroshlarga borishlari. Ulamolarimiz bu amaldan aslida qaytarishadi. Aynan mana shu mavzuda qilayotgan ishlarda juda ham ko'p xatolar bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam la'natlagan ishlar bor. Alloh subhanahu va taoloni la'natiga haqli bo'lgan amallar bor. Qosh terish bo'lsin, avratga qarash bo'lsin, nomahramni u xoh ayol bo'lsin, xoh boshqa bo'lsin avratga qarashligi bor. Ayol kishi sochini g'ayri dinlarga o'xshatib olishligi bor. G'ayri dinlarga taqlid bor. Falonchi aktrisaga o'xshatib qo'ygan. Mana bu rasmdagiga o'xshatib qo'ygan. Jinsi, dini noma'lum bo'lgan odamlar haqida taqlid bor shunga. Kimda kim kofirlarga o'zini o'xshatadigan bo'lsa, u ulardandir. Tashbih qilish yo'q shariatda g'ayri dinga. Alloh subhanahu va taolo la'natlagan qoshni terish shariatda yo'q. Ulama sochini qo'yish yo'q shariatda. La'natlandi. Alloh subhanahu va taolo soch ulatgan va soch ulaganni la'natladi dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Yoki bo'lmasa o'zini erkakka o'xshatgan ayollar la'natlandi. O'ziga mukammal zebni beradi, undan keyin yuzni ochib olib hammaga ko'rsatiladi. Maqsad nima desa, maqsad shu haromlik, gunoh ish, ma'siyat.